Aka, mana omadli xaridor va omadli usta aksiyasiga qatnashibsizlar. Mana aksiya haqida fikrlaring qanaqa? Mana birinchi akam Nosir. Endi qatnashib ko'ryapmiz. Endi xudo xolasa bundan keyin yana sotib olamiz, ancha narsalar sotib olamiz. Keyinchalik ham yana davom ettiramiz aksiyalarni. Shuncha odam yutib ko'rganmiz. Haqiqat bilamiz. Endi biz ham yaxshi niyatda xudo xolasa chiqib qolsa xursand bo'lamiz. Siz akam fikrlari qanaqa bu borada? Biz ham doimiy mijozmiz, shu yerda ustamiz. Doim chetdan biz nima olamiz, mahsulot olamiz. Hamma narsa sifatli, yaxshi, xudoga shukr. Shuning uchun doim ishtirok etamiz. Endi biz ham qatnashyapmiz, shu aksiyada xudolasa yutib qolarmiz. Qanday qatnashyapsizlar? Necha million mahsulot xarid qildinglar? 14 millionlik narsa oldik, mahsulot oldik. Xudolasa 4 ta 5 ta olyapmiz. O'zingizga ham, ustaga ham, bunga ham 5 ta. uyda egalariga ham, o'zingizga ham demak ko'p olyapsizlar. Nimaga aynan Domstroga tashib yurasiz? Birinchidan hamma vibr bor. O'sha kerakli bo'ladigan narsa borki, hammasi bor. Ikkinchidan narxi o'zimizga ham sifatli, ham hamyonbop. Shuning uchun ko'p savdo qilamiz. Bitta Qo'qonda ham qurilishlar qilganmiz. Unda ham hammasini o'shatdan olganmiz. O'zimda mana diskont kartalar ham bor, qanaqa sovg'a chiqishini xohlardinglar? Hammasi yutamiz. Aka, sizchi? Biz ham shu yaxshiroq sovg'alashsa, Aka, ustaga, uyda egasi ham bitta sovg'a chiqsa qiziq bo'lsa kerak, aka.